Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Zamira bu degani rus tili grammatika bilan darsning yana bitta qiziqarli soni. Bugun sizlar bilan o'zim, o'zimga, o'zimni, o'zim haqimda degan so'zlarni ko'rib chiqamiz. Bir boshidan maska yozishni boshlayman. Yana dars davomida ikkalamiz haqimizda, ikkalamizga deganini ham ko'rib chiqamiz. Sam degani o'zim degani. Shunda hozir men sizga bittadan gap yozishni boshlayman. Imindan mana shu sam ma'nosi bilan men o'zimni o'zim qutqardim. Я сам себя спас. Spas degani qutqardim degani. Bizga mana bu sam kerak. Sam bu yerda faqatgina ega ma'nosida kelyapti. Hech qanday qo'shimchasiz men o'zim. O'zim. Endi buni boshqa ko'rinishlari ham bor. Endi родительный падежda ham bitta gap yozaman. Bu hech qanaqa qo'shimchasiz kelishiksiz formasi bosh kelishikda edi. Uchun ham родительный падеж bo'ladi. O'zim uchun bo'lsa для себя купил. O'zim uchun sotib oldim. Эти bu gullarni. Эти цветы. Bu yerda себя родительный падежda bo'lib, o'zim uchun ma'nosida kelyapti. Siz ham o'zingiz uchun shu gapda boshqa ma'noda gap tuzsangiz bo'ladi. Masalan, deylik, men o'zim uchun harakat qilyapman. Я для себя стараюсь, da. Men o'zim uchun harakat qilyapman. Я для себя всё делаю. Men o'zim uchun hamma narsani qilyapman. Я для себя купил этот новый телефон. Men buni telefonni o'zim uchun sotib oldim. Endi родительный падежni ko'rdik. Дательный падеж, ya'ni berish падежida qanaqa bo'lishini ko'ramiz. O'zimga degan ma'no bilan kelishi kerak. Дательный падежda себе bo'ladi, o'zimga degani. Hozir uni ham bir boshdan yozib ketaman. Я себе o'zimga dal слово. Men o'zimga va'da berdim. Я дал себе слово. Я дал себе слово никогда не врать. Men hech qachon aldamaslikka va'da berdim. Yoki я дал себе слово никогда не курить. Men o'zimga hech qachon chekmaslikka va'da berdim. Mayda janob deshsiz bo'ladi, себе дал слово deshsiz ham bo'ladi. Винительный падеж, ya'ni ni ma'nosida qanday kelishini hozir yana yozib ketaman. O'zimni yaxshi ko'raman. Bu yerda egasiz ham bo'lishi mumkin. Lu o'zimni bo'lsa себя. Shunda mana bu ni, o'zimni deganiz люблю себя bo'lganda себя окончанияsi ya bilan ketadi. Я люблю себя. O'zimni yaxshi ko'raman. Endi o'zim bilan o'zim gaplashaman. Разговариваю сам с собой. Yoki o'zim bilan faxrlanaman deyishingiz ham mumkin. Творительный падежda горжусь собой. Горжусь degani faxrlanaman degani. Горжусь собой. O'zim bilan faxrlanaman. Потому что, например, что-то сделал. Горжусь собой. O'zim bilan faxrlanaman degan ekan. Oxirgi падежimiz faqatgina предлог bilan keladigan падеж. O'zim haqimda deylik. Я часто говорю о себе. Men o'zim haqimda gapiraman yoki men hech qachon o'zim haqimda gapirmayman. Я никогда не говорю о себе. Я часто gapiraman degani nima degani? Да, говорю. O'zim haqimda o себе. A себе degani o'zim haqimda gapiraman degani. O bilan keladi. A себе. Bu o'z olmoshining padejlardagi formasi bo'ladi. Men sizga hozir dalsha ikkovimiz degan mavzuni ham tushuntirib ketaman. Siz ungacha like va podpiska bosib turing videoga. Davom etamiz. Undan tashqari, agar bilsangiz, bizning videolarimizning ichida rus tili grammatikasiz va rus tili audio degan playlistdan bor. Bemalol kirib ularni ham ko'rib olsangiz bo'ladi. Ikki xili bor. Ikkalamiz deganimizda oba, obe bor. Oba nima degani? Oba degani ikkita erkak. Obe degani ikkita qiz. Uni yana qanaqa ko'rinishda bo'lishini bilib olishingiz kerak. Agar biz oba demoqchi bo'lsak, bu равно два муж, мужчины или один муж плюс одна женщина. Tushunarli? Ikkita erkak bo'lsa biz oba deymiz, ikkovsi deymiz yoki bitta ayol, bitta erkak bo'lsa baribir oba deymiz. Endi ikkita ayol bo'lsa faqatgina 5 ishlatiladi.
Obi deylik. Ikkita jen. Jen deb yozib qo'yman, o'zlaring tushunib ketaverasizlar. Gap yozaman, srazu tagiga 3 ta gapimiz bo'lishi kerak. Bittasi oba erkak, bittasi oba erkak ayol, bittasi obi ikkita ayol. Tushunarlimi? Boshlayman. Rodiga ham qarab turing yondagi so'zlarni. Они оба любили boks. U ikkita erkak kishi yaxshi ko'rishar edi futbolni. Bu yerda yaxshi ko'rishar edi bo'lib ketyapti. O'tgan zamonni ko'rsatkichi. Dальше bitta ayol, bitta kishi. Oba ikkovsi ham qaror qildi. Не ехать. Oba решили не ехать. Ikkalasi ham bormaslikka kelishdi. Deylik, xotinni, bitta erkak kishi, bitta ayol kishi, ikkalasi ham baribir oba bo'ladi. Endi obi. Meni singillarim ikkovsi ham deylik, meni singillarim ikkovsi ham universitetda o'qiydi. Мои сестры ni o'rniga biz nimani ishlatamiz? Obini ishlatamiz. Obi o'qishadi. Учатся в школе, masalan, maktabda o'qishadi ikkovsi ham. Shkola. Bu mana sizga oba bilan obini farqi edi. Hozir men buni yana padej formasida ham ko'rsatib ketaman. Tushunishingiz uchun osonroq bo'ladi. Xo'p, va qo'llarim shunday yozib tashladim. Agar dars sizga уже qiyinlik qilayotgan bo'lsa va tushunishga sal qiynalayotgan bo'lsangiz, bemalol adminimizga yozsangiz, bizda yana onlayn va offlayn kurslar ham bor. O'shalarga o'tib, ularni ham bemalol ustoz bilan shug'ullanishni boshlaysiz. Xohlasangiz offlayn formatda, xohlasangiz onlayn formatda, xohlasangiz ertalab, xohlasangiz kech Qur'on kirish imkoniyati ko'p. Prosta xohish bilan rus tilini boshlash kerak. Endi o'shani obani har xil ko'rinishda aytib chiqaman o'zbek tili bilan. Deylik, o'zi bo'lsa, hech qanaqa qo'shimchasi yo'q bo'lsa, oba va obi bo'ladi. Endi ikkalasini ham gap tuzaman. Я люблю. Ikkalasini ham o'g'il bolalar bo'lsa, обоих. Men ikkala qizni ham yaxshi ko'raman bo'lsa, обеих. Ikkala qizni ham, обоих, ikkala bolalarni ham. Endi ga ma'nosida qizga ham, o'g'ilga ham desak, ya ularga ikkovsiga ham подарил deylik. Я подарил подарок. Men sovg'a berdim. Ikkala o'g'il bolaga ham, ikkala qizga ham bo'lsa qanday bo'ladi? Обоим. Ikkala qizga ham bo'lsa, обеим. Tushunarli? Обоим degan o'g'il bolalarga, обеим degan ikkita qizga. Дальше, da ma'nosi. Da'ni v deb beraylik, ichida deylik. Ularning ichida ikkalasini ham, ikkala odamning ichida ham yaxshi hislatlar bor edi. Masalan, обоих deymiz, или обеих deymiz. Ikkovsida ham обеих есть доброта. Mehribonlik bor. Доброта degani mehribonlik, yaxshilik degani. Xo'p, yana bu yerda bitta qoldi. Haqida degani. Haqida я не знаю, обоих или обеих. Men ikkovsi haqida hech narsani bilmayman demoqchi bo'lsangiz, я не знаю об обоих или об обеих deysiz. Tushunarli? Mana ni ma'nosini ham ko'rib ketdik. Ni, da bosh kelishida hech qanaqa o'zgarsiz oba obi bo'ladi. Nini aytsak обоих bo'ladi. Я люблю обоих. Men ikkovsini ham yaxshi ko'raman. Ga bo'lsa обоим bo'ladi. Da bo'lsa
va boyix va beyix bo'ladi. I aba boyix, I ab abiyix bo'ladi. Bu bizning haqida degan tushunchamiz edi. O'ylaymanki, sizga hammasi tushunarli bo'ldi. Like va podpiska bosib qo'yishni unutmang. Xudo xohlasa keyingi darsda ko'rishguncha paka-paka.